Assalomu alaykum, hurmatli Metal Stroyda YouTube'dagi sodiq obunachilari. Mana bugun siz e'tiboringizga Qashqadaryoda Qamashda joylashgan bizning mana obyektimizga keldik ko'rsatish uchun. Bu joyga aka qancha tunuka ketdi? Tamandan 900 kvadrat patologiya qilib berganmiz. Bu yerda ayvonlari alohida qilingan va figuralar chiqarilgan. Adashmasam, u qosh deymizmi, ha? Bizi qosh. U o'sha premium salonimizda chiqqan. Albatta. Karnizlardan. Bizni tanlashlaridan ham maqsad asosiy mana shu karnizlarimiz yoqdi. Stanoda bosilib turgan nimalarni ko'rib akam imенно o'sha Qo'qonga Metal Stroyga murojaat qilishdi. O'zlariga ham juda ham ma'qul keldi. Bu yerdan o'sha hisobiga klientlarimiz ham yana ham ko'payib ketdi. Yigitlarimiz endi o'sha yerda ishlashyapti. Bu obyekt asosan nima uchun xizmat qilar ekan? Men bilishimcha, to'yxona, shu bayramlar o'tkaziladigan choyxona, dam olish joyi ekan. Ham to'yxona, ham choyxona. Ha, xuddi shunday. Ochiq havoda mana banketlar tashkillangani juda ham zo'r joy ekan. Bu yerga endi qanaqa fasondagi tunukalar ishlatildi? Hop, bekka o'sha oxirgi fasondagi samarangiz ko'rinmaydigan, o'sha hozirgi oxirgi modadagi patologiyalardan qilindi. Karnizlari bilan 20 yil garantiyali Samarqandda o'sha salafanli eng zo'r premium tunukasidan qilib berdi akamlarga. Mana shu 900 kvadrat tunukani tayyor holatga keltirish uchun qancha vaqt ketdi? Hisobda biz ishxonada tayyorlab berishimizga bir 4 kun vaqt ketdi. Mayda chuydalari bilan ana boring bir haftacha vaqtimiz ketdi. Mayda chuydalarini qilib berganimizda. Hammasi bo'lib hisobda bir hafta 8 kun ishlashdi. Tunukani shunisi emas, tez bitadi. Tez bitadi, tayyor holatda bo'ladi. Eng qizig'i lak-pak surtish shart emas. Bitta kelinadi, qo'yiladi bo'ldi. Albatta, yaltirab turishini qarang, buni chiroyliligini. Mana hozir mana Qashqadaryodan Qo'qongacha yo'l uzoq. Kamida 10 soat, 12 soat yo'l yuriladi. Bu qiyin bo'lmadimi shuncha masofada ishlash? Yo'q, hozir shopirlar juda ham hozirgi kunda ko'p. Gruppaga yozamiz, shopirlar xudo xolasa taklanib ketishadi, yaxshi. Jo'natishlarda umuman muammo bo'lmadi. Yetmay qolgan joylaringga ham jo'natishda umuman muammo degan narsa bo'lmadi. O'zbekistonning shu 12 ta viloyatiga xudo xolasa yetkazib berishdan umuman muammosi yo'q. Xo'p, Qashqadaryoda yana qanaqa obyektlarga mana shunaqa bizni tunuka fonlarimizni qo'yishyapti odamlar? Xudo xolasa ko'pincha hozir xonadonlardan zakazlarimiz juda ham ko'payib ketgan. Tom bilan shu tunuka fonni imенно bitta ko'rganlar ishqiboz bo'lib qolib, hozir zakaz berishgan. Otabek aka, bu yerda asosan ayvonlar bo'lganligi uchun har bittasida bunaqangi murakkab figurali naqshlar bor ekan. Albatta, o'zlari tanlab berishgan, karnizni modelini ham, shu katta kichikligini ham o'zlari tanlab berishgan. Har bitta o'sha ayvonchamizni ichiga o'shaning uchun shu bir xilda karniz qo'yganmiz. Buni qo'lda chiqarib bo'lmaydi? Yo'q, buni qo'lda chiqarib bo'lmaydi. Qo'lda chiqarsa bo'ladi, chokka bir-biriga kelishi juda ham qiyin bo'ladi. Chok bilinib qoladi. Bu past joyligi uchun ya'ni agar aytib beradi o'zi. O'shani hisobiga apparatda chiqqanligi uchun choklari mana burchaklarni ko'rsangiz juda ham zo'r holatda kelgan. Buni qo'qonlik ustalar qildimi yoki Qashqadaryolik ustalar? Yo'q, albatta o'zimizni Qo'qondagi shu Metal Stroyda ishchilari qilib berishdi, ustalarimiz. Zo'r, demak, to'liq komplekt ekanda, bitta zakaz qilishadi bo'ldi. Albatta, ustasi bilan kelib, ustasi bilan kelib, lesa, mix, samarez, reka hech narsa olib bermaydi uy egasi. Uy egasi faqat shu pul sanashni biladi. Xo'p, endi hammaga ma'qul keladigan, hamma kutib turgan qismiga o'tsak, pulli qismiga. Qancha pul ketdi har bitta etapda bunga? Bunga ofishiy hisoblaganimizda o'sha 900 kvadratga jicha kam material ketdi. Hisobda 72 millioncha bo'ldi hamma summasi. Xo'sh, usta haqi alohida, buning ichiga kirmaydi usta haqi. Ofishiy boringki, olib hammasini olib qaraganda hisobda bir $10,000 pul ketdi. Reka, mix, samarez, o'sha usta xizmati, lesa, hech narsa uy egasiga oldirilmagan holatda shu $10,000 ga yaqin pul ketdi. 900 kvadrat uchun bu yerda bitta narsani inobatga olish kerak, eng sifatli tunukadan bo'ldi. To'g'ri, misol uchun hozir bundan bir 15-20 million farq qiladigan tunukalar bor, lekin buni effektini birinchidan bermaydi, ikkinchidan ularga garantiya berilmaydi. Lekin qalinligi hammasi 0.4 bo'ladi. Ko'p joyda shuni inobatga olib o'tib ketish kerak. Misol uchun 0.4 tunukani ham 45 mingligi bor, u ham 0.4. 65 mingligi bor, u ham 0.4. Orasida 20 ming so'm farq bor. Shuning uchun shuni inobatga olib o'tib ketish kerak. Bu eng sifatli premium tunukadan qilingan. O'sha sifatli eng premium bilan bitta pastdagi 45 ming nima farqi bo'ladi sifatida? Xo'p, sifatida qarang. Bu 20 yil garantiyasi bor birinchidan. Kraskasi, mikroni juda ham baland bo'ladi. Ham bu yaltiroq bo'ladi. Alikafon bilan birga bir chiqadi. Alikafon bilan bir xil chiqadi. Endi u 45 mingligimiz Xitoyda tunukasi bo'ladi. Kraskasi juda ham yupqa holatda bo'ladi. Endi bunaqangi yaltirab chiqmaydi. Xiraroq bo'ladi. Tim bo'lib, ochiq havoga qimmatroqni qo'ygan yaxshi ekan. Albatta.
yerda yog'in sochin bo'ladi, quyosh bo'ladi. Dem bo'lib Qashqadaryodamiz. Quyosh baribir tabiiy holat. Shunaqa. Zo'r. Tunuka rostdan ham ideal yechim bo'lgan ekan bu yerga. Albatta. Chunki boshqa narsadan qilish ham mumkin edi, plastikdanmi, yog'ochdanmi, nimadirdan, lekin arzonroqqa ham bo'lishi mumkin edi. To'g'ri. Lekin ozgina vaqt o'tmasdan 2 yil, 3 yillar rasvos chiqib, qarib ketgan bo'ldi. To'g'ri aytasiz, siz aytgandek agar bu yerga plastik qilganda teng yarmiga tushishi mumkin edi, albatta. Bu ochiq havoda hamma biladiki, sir emas, hammaga plastik albatta 1 yil, 1,5 yilda quyoshda o'zi jonini yo'qotadi-da, o'sha hisobiga uchib ketadi. Hozir mana shu Qashqadaryoda iminni obyektimiz bor. Shu plastik qilishgan, shamolda bitta ham qolmay uchib ketgan. Shuning uchun hozir tunuka qildirishyapti. Kamida 10-15 yil Xizmat qilib beradi, albatta. Otabek aka, mana Qashqadaryogacha keldik. O'zi chegaramiz qayerda? Qayergacha xizmat ko'rsata olamiz? Xo'p, chegaramiz chegaralanmagan, hattoki Qirg'iziston, Tojikistonga ham xizmat ko'rsatib beramiz. O'zbekistonning Lubboy viloyati, 12 ta viloyati hamma joyda xizmatlarimiz bor. Albatta yigitlarimiz borib, o'lchab, ko'rib, maslahat berib, Xudo xolasa maslahat berish, ko'rish, o'lchab berish xizmatlarimiz bepul, albatta. Xudo xolasa 12 ta viloyatga bemalol yetkazdirib, bez problema qilib beramiz, Xudo xolasa. Zakazchidan hech narsa talab qilinmaydi. Yo'q, hech narsa talab qilinmaydi. Zakazchik faqat shu kelishilgan summada pulni to'lasa bo'ldi. Qadrli YouTube kuzatuvchilarimiz, mana siz uchun ataylab 10-12 soatli yo'l bosib, mana shu obyektimizni ko'rsatish uchun keldik. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yasiz va albatta bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va izohlarda yozing. Yana qayerlarga boraylik? Yana qaysi obyektlar, yana qanaqa turdagi obyektlarni sizga havola qilaylik? Va albatta har qanaqa tunuka bo'yicha servislarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol Otabek aka bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi, xolasa.